Musulmonlar salkam 2 milliarddan oshib ketib qoldi hattoki. 2 milliard musulmon bor. Lekin aytdi 2 million yahud jugutlar siz biz aka-ukalarimizni, opa-singillarimizni, bizni qadrdon musulmon birodarlarimizni ustilaridan 2 yildan beri bomba yog'dirib yotibdi. Vahshiylarcha, ya'ni uni Hitler ham qilmagan, Mussolini ham qilmagan, Italiyada ham, Fransiyada ham, Jazoirda ham, Tunisda ham, hattoki yoki o'sha nemislar 41-yilgi ikkinchi jahon urushida ham qilmagan. Hech kim bu yahudlarni qilayotgan ishini qilmagan, hech kim qilmagan. Butun dunyoni ko'zini o'ngida, butun dunyo ko'rib turibdi, kuzatib turibdi, bilib turibdi. Qurolsiz bir hovuch bu haqiqiy terrorist bo'lgan bu yahudlar tinch aholini boshidan tosh yog'diryapti, bomba yog'diryapti-da. Endi bu tarafdagilarni quroli bor, bizga qarshi hujum qilyapti, o'zlari birinchi boshlab berishdi yoki bo'lmasam ular ham bizdan odam o'ldiryapti degan gaplarni hech biri bir nimaga o'sha dunyo o'sha konsepsiyasidagi, ya'ni urush qonun qoidalariga to'g'ri kelmaydi-da. Biz ularni islom normalariga ko'ra, musulmon normalariga ko'ra emas, bugungi dunyo o'sha BMTni, Birlashgan Millatlar Tashkilotini qoshida kelishilgan shaklda agar urush bo'lib qolsa nimalar qilinadi? Urush bo'lsa nimalarga rioya qilinadi? Harbiy asirlar, tinch aholi, yosh bolalar, ayollar, buni hammasini asli islomda yechimi bor. Xo'p, ular islomga amal qilmaydi, islomga iymon keltirmagan. Eng kamida Birlashgan Millatlar Tashkilotini qo'ygan shartlari bor. Unga ham amal qilmayapti. Ya'ni vahshiylikni pik uchiga chiqqanini qilyapti. Lekin biz bugun 2 milliard musulmon nima uchun to'xta deya olmayapti hattoki. Ya'ni yahudlarga qarshi urushsin, Isroilni yo'q qilib yuborsin demayman. Nega Isroilni hech bo'lmasa mana shu tajovuzkorligidan to'xtata olmayapmiz? Sababi nima sizningcha? Buni sababi bitta. Biz o'sha hozir aytganimiz savolni javobimiz shumi endi musulmonchilik? Musulmon degani shunaqa bo'ladimi? Shumi endi islom? Musulmon desa lekin yolg'on gapirsa, musulmonman desa, va'dasiga vafo qilmasa, musulmonman desa, lekin namoz o'qimasa-ya, namoz 5 mahal namozni Xudoning Allohning buyurgani eng asosiy ibodati namoz o'qimasa-ya, musulmonman desa, Ramazonda xotirjam o'tirib ko'chada sigaret chekib yoki suvni ichib, choyni quyib o'tirsa, musulmonman desa, musulmonlarning ustidan kulsa, musulmonman desa, bir muslimani boshidagi ro'moli unga og'irlik qilsa, musulmonman desa, biz bir musulmonni soqoli